Assalomu alaykum. Bugun biz dialektik tafakkur qonunlarining antropologik transformatsiyasi haqida gaplashamiz. Dialektika qonunlari nafaqat tabiat obyektlariga, balki insonning murakkab ichki dunyosiga ham chuqur tegishlidir. Antropologik transformatsiya bu obyektiv qonuniyatlarning inson mohiyati va uning borligi orqali qayta shakllanishidir. Miqdor o'zgarishlarning sifatga o'tishi insoniy tajribada oddiy bilimdan yangi ma'naviy darajaga ko'tarilishni anglatadi. Qarama-qarshiliklar kurashi inson ruhiyatidagi ichki ziddiyatlar va ularning ijodiy uyg'unlashuvida namoyon bo'ladi. Inkor qonuni esa shaxsiy kamolot va madaniy xotiraning tarixiy vorisiyligini ta'minlab beradi. Xulosa qilib aytganda, dialektika insonning o'zini anglash vositasidir. E'tiboringiz uchun rahmat.